Evet, merhabalar, günaydın herkese, hoş geldiniz. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Şu anda mikrofonlarınızı açıyorum. Sesim geliyorsa lütfen, evet Cesur Bey, sesiniz geliyor, problem yok diyebilir misiniz? Bibi Sora Hanım, hoş geldiniz. Sohide Selamünaleyküm hocam. Ali, Nasılsınız? İyi misiniz? aleyküm selam. Çok iyiyim, teşekkür ederim. Hocam sesimde bir problem yok değil mi? Yok problem. Merhaba hocam. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. Bomba gibiyim hocam. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben nasıl? Siz de iyi mi? Evet iyi. Herkese. Herkese merhaba. Evet. Arkadaşlar bugünkü dersimiz buradan, Telegram'dan yapılıyor. Bugünkü dersimiz Telegram'dan bo'ladi. Zoomga kirishga ko'pchilik qiynalyapmiz deganligi uchun Telegramdan o'tishga qaror qildik. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Günaydın, nasılsınız? Elhamdülillah, elhamdülillah. Çok iyiyim. Big iyiyim, bomba iyiyim. Elhamdülillah. Teşekkür Bomba, ederim. bomba gibiyim. Gibi. Bomba Gibi. gibiyim, bomba gibiyim. Evet. Maşallah. Daim olun. Kirishim qiyin bo'ldi nihoyatda. Bilmayman, juda ulashim qiyin bo'ldi. Bu Telegram chatga ulanish o'zi har doim ham qiyin bo'lgan. Xo'p, imkoniyati borlar, mayli, imkoniyati yo'qlarni majburlamaymiz. Bemalol kameralarini ochib, xuddi Zoom'dagi kabi darsda o'tirsa bo'ladi. Xo'p, imkoniyat qadar kameralarni ochib aktiv o'tiramiz, xo'pmi? Yerdagi kabi. Durbinlarni taqib olib. Egamberdi akani tanidinglarmi? O'zbekiston xizmat ko'rsatgan artist, yo xalq artistimi? Xizmat ko'rsatgan artist, alhamdulillah. Xizmat ko'rsatgan artist Egamberdi Rahimov bo'ladilar. Bizada hozir Hakam Berdal ustozda bir guruhda o'qiyaptilar. Assalomu alaykum. Aka endi taniysiz. Boyadan beri o'ylayman, o'xshaydi deyman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat, sog' bo'ling. G'ayratlariga Siz bilan bitta davrada o'tirganimdan xursandman. Rahmat, e'tibor berdim. Munosabat uchun katta rahmat. Sog' bo'ling do'stim. Rahmat. Biz ham sizlar bilan bitta sinfda o'qiyotganimizdan xursandmiz, sinfdosh bo'lib. kecha anaqa bitta nimani ko'rdik. YouTube'danmi bilmayman, uydagilarga men aytgandim, mana shu kishi bizda guruhda o'qiyaptilar. Juda ham g'ayratli, yoshlardan ham ba'zan shijoatli kelyaptilar. Darsdan qoldirmaydilar. Bir sabab bo'lsa doim tushuntiradilar. Juda e'tiborli, mas'uliyatli desam, uydagilarga bir ikkita kinolaringizni topib, haligini qilib, mana bu kinolarda o'ynaganlar, mana bu kinolarda o'ynaganlar deb nima qilishdi. Haligi kino ham siz asosan salbiy rollarda o'ynagan ekansiz, lekin ko'proq. O'zim yomonroqmanda, Haligi yomonlik esdan chiqmaydi-da. Bir odam 100 yil yashasin, u faqat yaxshilik qilsin, lekin bilib bilmasdan bir marta yomonlik qilib qo'ysa, ani paloncha o'zi yomon deb yuboramizda. Meniki bitta 1,5 ta yomon rollarim, bitta 1 ikkita ham emas.
Ha. Lekin salbiy rollarda o'ynash nihoyatda og'ir bo'ladi. Uni hamma ham eplavermaydi uni. Keyin haligi intervyuingizni ham ko'rdik. Anavi Assalom O'zbekistonmi shunga o'xshagan bir ko'rsatuvda chiqqan ekansiz. Kinoni ko'rib, bir xonim afandi kinoni ko'ribdi-da, siz haqingizda o'sha salbiy rolni ko'rib yomon taassurotga kelib qolibdi-da, ko'chaga chiqsa qarasa siz o'tib ketayotgan ekansiz. Keyin sizni militsiyaga beraman deb qolgan ekanmi bilmayman orqangizdan. U kinoni ko'rib ishonib militsiyaga berib yubormoqchi bo'libdi. Bizni xalqimiz sodda, ishonuvchan-da. Ya'ni kinoni yig'lab kinoni ko'rib, tashqari chiqsa men bilib o'tib qolaman-da ko'chadan. Yuribdi anu. Shu yerda yuribdi anu odam hali ham deb yurib ketyapsa ko'chaning boshida. Bizda chaqich, mayda shunda sochi o'siradigan ayol, "Ha, falonchi xola, shoshib ketyapsiz, anu yerga tukur." Militsiyaga aytaman, hozir yuribdi yo'llarda debdi. Ya'ni qopda shoshmang, nima qilasiz uni? Qarg'ab yer yutqazib, u kino, u bizning mahallamizda turadi, aktyor. Keyin o'zi kelibdi. O'zi aytib beryapti menga, shu ayolni o'zi. Sizlar bunaqa qilibsiz, militsiyaga bermoqchi. Mayli, alhamdulillah. Buni ham bir hikmati bor, xudo xolasa. Ikkita rolim bor, ikkita rolim bor o'zi, salbiy. Ha, bittasi tubanlik, to'g'rimi? Ha, tubanlik. Eng yomon o'sha, ablah. Mayli-da, endi o'shanday insonlarni ko'rsatib berishdan mahorat. Salbiy rolda o'ynash qiyinroq menimcha, ijobiy rolda o'ynashga nisbatan. Ha, yo'q, salbiy qiyinroq. Salbiy og'ir keladi baribir. Salbiy obrazni yoritib berish juda og'ir. Uni hamma ham qilavermaydi. Xo'p, mayli, mana ertalabdan juda ham ajoyib kayfiyat bo'ldi. Ya'ni butun 35 million inson taniydigan nima deydi, taniqli insonlar bilan dars qilish ham o'ziga xos bir nima deydi, gashti bor, to'g'rimi? Bitta sinfda bitta partada o'tiribman. Xo'p. Hozir Telegram chatda boshladim darsni, sababi ko'pchilik Telegram chatda o'taylik, Zoomni tushunmayapmiz dedi. Aslida Zoom Telegram chatga nisbatan ham osonroq. Mayli, bugun Telegram chatda ko'ramiz. Lekin agar biron bir noqulayliklar tug'ilsa yoki Telegram chatda mana qotishlar, uzilishlar, internet muammolari ko'p bo'ladi-da. Shunaqa muammolar yuzaga kelaversa, mana shu Hakam ustozlik Telegram kanaliga Zoom linkini yuboraman. Xo'pmi? Zoom linkini yuboraman, Zoomdan davom etamiz. Deylik 1 daqiqa, 2 daqiqa Zoomga o'tib olishimiz uchun vaqtimiz ketishi mumkin. Lekin agar Telegramdan darsimiz chiroyli davom etadigan bo'lsa, uzilishlar bo'lmaydigan bo'lsa, Telegramda qolaveramiz. Oldindan aytib ogohlantirib qo'yay shu narsani. Xo'p, bugun demak chalishma kitobini ochamiz. Mana A1 kitobning yuzida mana shu yerda chalishma deb yozib qo'yibdi. Chalishma. Biz shu kungacha mana 2 kundan beri birinchi, ikkinchi darslarni mana bu ders kitobi, bu kitobdan o'tayotgandik. Bugun chalishma kitobidan dars o'tamiz. Bugun chunki uyga vazifalarni nazorat qilamiz, tekshirib olamiz. Xo'pmi? Darsimiz bor yo'g'i 40 daqiqa davom etadi. Unaqa ko'p vaqtinglarni olmayman. Ishga, o'qishga ketib qolmaysizlar. Xo'p, faqat hozir chalishma kitobini tezgina ochib olishinglar kerak. Arkadaşlar, dersimiz çalışma kitabından devam ediyoruz. Herkes kitabını açsın, tamam mı? Ödevlerinizi yaptınız mı acaba? Evet hocam. Yaptık. Çalışma kitabını ben olib bilmedim hali. İnşallah vaqtim bo'lmadi. Bugun inşallah kecha kelib meni nimaga ishga chaqirib qolishdi, ishga chiqib ketib qoldim. Kech keldim kecha. Qarasam 12:30 bo'libdi to uyog'im qaraganimcha. Bugun lekin inshaalloh topaman kitoblarni xudo xolasa. Bo'ldi. Xo'p. Biz darsni yozib olyapmiz. Yozib olingan variantida ko'rib, uyga vazifalarni tekshirib olsangiz bo'ladi. Birinchi o'zingiz bajarasiz. Yozib olingan variantidan uyga vazifalarni keyin tekshirib qo'yasiz. To'g'rimi, noto'g'rimi? Shunisi. Evet, tekrardan merhabalar. Hoş geldiniz.
Derse kayıt yapmaya başladım arkadaşlar. Peki bugünkü dersimiz ödev kontrolü. Yani ödevleri kontrol edeceğiz. Şu anda kitap nasıl? Kitap geldi mi? Hayır. Geldi. Aha, geldi. Hı. Geldi. Peki arkadaşlar bugün dersimizi çalışma kitabından devam ediyoruz. Kitabın şurasında çalışma kitabı yazılıyor. Bu yazı bulunmaktadır. Bu kitabı açınız arkadaşlar, tamam mı? Açtık hocam. Açtınız. Tamam. O zaman 7. sayfayı açalım. Sayfa 7. Sayfa 7. Tamam mı? 6, Açtık. 6 sonra 7. Açtık. Açtık. Peki arkadaşlar ilk ödev ne diyor? Sıralayalım diyor. Sıra bu Navbat. so'zning o'zagi. Hop, parta degan bo'ladi, to'g'ri, lekin sirani ikki xil ma'nosi bor. Birinchisi parta, ikkinchisi tartib, tartiblash yoki navbat ma'nosida ham keladi. Sirada bekleyin, navbatda turing, navbatda kuting degan. Sira, parta, o'sha parta, stol, stullik ma'nosida ham keladi. Undan tashqari yana qaysi ma'noda kelar ekan? Ko'zim ko'rmayapti. Aslini kimdan topib qo'ydingiz? Xo'p, Go'zal Erkinov, atrofdagilarga gapirsangiz mikrofonni o'chirib gapiring. Xo'p, qaranglar. Siralayalım. Layalım degani a, qilaylik degani. Bajaraylik, qilaylik degani. Sira degani nima degani ekan? Tartib, navbat ma'nolarida kelar ekan. Xo'p, endi bu yerda nima deyapti? Tartiblaylik, tartiblab chiqaylik. Ya'ni mana bu so'zlarni raqamlab chiqaylik degan ma'noda kelyapti. Xo'p, demak qaranglar, merhaba javobi ham merhaba bo'ladi. To'g'rimi? Ikki. Xo'p, yozmanglar iltimos. Men o'zim yozaman, sizlar yozmanglar. Xo'p, merhaba, merhaba. Keyingisi nima bo'lishi mumkin? Benim adım. Benim Benim adım. adım Kemal. Bunisi nima deydi? Benim adım Yeliz. Yeliz. Hop, Yıldız. memnun oldum. Memnun oldum. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hop, 6. Men raqamlarni sal xunukroq yozyapman. Sizlar chiroyli qilib yozinglar, xo'pmi? Hop, demak shu tartibda tartiblab chiqamiz. Uyga vazifani hamma bajarganmi? Evet. Egamberdi aka bugun olar ekanlar kitoblarni, qolganlar. Man qilganman. 13-betgacha bergansiz uyga vazifa. Man qildim. Maşallah. Ben de yaptım. Hı hı. Xo'p, demak, birinchi mashq ketdi. Ikkinchisiga o'tamiz. Endi qaranglar. Nima deyapti? Turk tilida mana bu raqamdan keyin nuqta tursa, mana shu nuqta ch qo'shimchasini bildiradi. Qaranglar, sizlarga qo'shimcha ma'lumot. Raqamdan keyin nuqta tursa, ch qo'shimchasini bildiradi. Xo'p, bizada o'zbek tilida raqam yozib, unda tere, chiziqcha qo'ysa, ch qo'shimchasini bildiradi. To'g'rimi? Ha. Turk tilida raqamdan keyin nuqta qo'yilsa, ch qo'shimchasini bildiradi. Xo'p, keyin shu o'rinda raqamlar haqida yana bitta qo'shimcha ma'lumot. Biza misol uchun bugun sana nechi? 22-iyul deymiz, a? Biza sanalarni aytganda ch qo'shimchasini qo'shamiz. Turklar sanalarni aytganda ch qo'shimchasini qo'shmaydi. Shu narsa bor. Ya'ni 22 Temmuz. Qaranglar, ch qo'shimchasi yo'q. 22 Temmuz demiyor arkadaşlar. 22 Temmuz. Tamam mı? Yani ç qo'shimchasi yo'q. Sanalarda qo'shmaydi.
Ha, misol uchun mana Gulbahor Xoldorova. Günaydın, hoş geldiniz. Hop, Günaydın. tug'ilgan kuningiz qachon? O'zbek tilida ayting. 15-iyunda tug'ilganman. 15-iyun qaranglar. Hmm. Demak, turk tilida nima deymiz? 15 Haziran'da doğdum. 15 Haziran. 15 Haziran. Haziran. Mhm. Haziran'da tug'dim. Doğdum. Yumshoq g aytilmaydi. Hmm. Doğdum. Doğum günüm 15 Haziran Doğdum. 1999 misol uchun 1991 1990 doğum günüm 20 Ağustos 1980 misol uchun ko'ryapsizlarmi? Yani tug'ilgan kunini aytish. Xo'p, raqamlar mavzusida bu haqida yana ham to'liqroq ma'lumot berib ketaman. Hozir qisqagina ma'lumot bo'ldi. Xo'p, demak, ikkinchi mashqni ochamiz. Endi bu yerda e'tibor qilamiz. Mana 2 qo'yib nuqta qo'yapti. Demak, ikkinchi degan ma'noda keladi. Xo'p, eslashtirelim debdi. Eslashtirmak nima degani o'zi? Mana bu moslashtirmoq degani, moslashtiraylik deyapti. Qaranglar, endi shu yerda mana bu esh so'ziga to'xtalamiz. Esh degani, esh Turmush degani, hop, turmush o'rtoq yoki juft degan ma'noda keladi. Esh, esh. Turmush Juftlashtiraylik o'rtoq. bo'lar ekanda. Eshim desangiz, umr yo'ldoshim ma'nosida keladi. Ha? Eshim. Evet. O benim eşim. Ayşe benim eşim. Mehmet benim eşim. Misol uchun, to'g'rimi? Ya'ni bu mening umr yo'ldoshim ma'nosida keladi. Endi esh so'zini o'zi juft, juft, umr yo'ldosh ma'nolarida kelayotgan bo'lsa, eshit deydigan bo'lsak, eshit, eshit. Eshit degani teng degani. Matematik ifoda bor-ku, teng. Tenglik. Ha? Teng. Evet. Arkadaşlar, mesela 1 artı 2 eşit 3. Tushunarlimi? 1 plus 2 teng 3. 1 artı plus degani. 1 artı 2 eşit 3. Misol uchun. Tushuntira oldimmi? Ya'ni eşit so'zi mana teng ma'nosida kelyapti. Esh so'zi juft ma'nosida, umr yo'ldosh ma'nosida kelyapti. Endi eslashtirmak. Ya'ni eslashtirmak o'shani bir-biriga moslaylik, juftlaylik, bir-biriga to'g'irlaylik degan ma'nolarda kelar ekan. Xo'p, bu shartlarni sizlar bitta-bitta o'zi o'rganib ketsanglar, boshida kitobni oxirigacha shartlar o'sha sirayalalım, eslashtirelim. Mana shu shaklida kelaveradi, anaqa qilmaysizlar, ikkilanmaysizlar. Demak, domla tushuntiruvdi, buni mana bunaqa qilish kerak, buni mana bunaqa qilish kerak deb ketaverasizlar. Xo'p. Demak, bularni mana moslashtirish kerak. O'shaning uchun eslashtirelim deb yozgan. Demak, merhaba nima bo'ldi? Merhaba. 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 Nasılsınız? Nima deyapti? Teşekkür ederim. İyiyim. Xo'p. Demak, mana shu yerga bittagina kichkina b yozdik. Shuni oqda yozaylik-da. Hammasi bir xil bo'lsin, to'g'rimi? Xo'p. Kichik b harfini yozdik. Keyingisi. Xo'p, siz nasılsınız bo'ladi, to'g'rimi? Siz nasılsınız? Ben de Bence iyiyim. iyiyim. Benim adım Mustafa. Benim adım Hasan. Hasan. Hop, memnun oldum. Ben de Bence memnun oldum. Yani şu şekilde bir-biriga moslashtirib chiqdik, do'stlar. Savol bormi? Savol yo'q, ha? Sizlar bilan o'rgandinglar, tanishish jumlalari, yani turk tilida shunaqa tanishasizlar.
Hop. O'chirsam bo'ladimi? Ha. Hop, o'chirdim. Davom etamiz. Hop, bu mashqda nima qilish kerak? Bu mashqda qaranglar, tamomlayalım, Sıralayın. sıralayalım. Ya'ni birinchi bularni nuqtalarni o'rnini to'ldirib tamomlab olamiz. Undan keyin bu yerga tartibi bilan yozib chiqamiz. Ha, Ha. Kim borda? nima bor? Chovqin. Chirq, chirq, chirq. Kimnidir mikrofoni xalaqit beryapti. Xo'p, agar mikrofon mana bunaqa naushnik, turklar naushnikni nima deydi? Quloqlik deydi. Quloqlik. Quloq. Ha, quloqlik. Ya'ni quloqqa taqiladigan narsa bo'lgani uchun, xo'p, Go'zal Erkinova, manimcha sizdan kelyapti mana shunaqa shovqinlar. Xo'p, quloqqa taqiladigan narsa quloqlik, ya'ni naushnik ma'nosida keladi. Quloqchin deymiz-a o'zbekchasida. Mana shunaqa quloqlikdan agar foydalanayotgan bo'lsanglar, o'sha quloqliklar agar simli bo'lsa, o'sha sim tiqadigan joyidan har xil ovozlar eshitiladi. U sizga bilinmaydi, bu bizga eshitiladi bu yoqdan. O'sha narsalarga diqqatli bo'linglar, xo'pmi? Agar mana hozir zamonaviy simsiz naushniklar chiqib ketgan, Bluetooth orqali ulanadi, ularda bo'lmaydi unaqa muammo, lekin sim bilan ulanadiganlarda shunaqa chirs chirs qilgan ovozlar bo'ladi. U bizga eshitiladi, sizlarga eshitilmaydi. O'shanaqadan kim foydalanayotgan bo'lsa, o'sha e'tiborli bo'lsin shu narsalarga. Xo'p, davom etamiz. Demak, bu yerda mana bu so'zlarni yakunlash kerak ekan. Mana merhaba, to'g'rimi? Merhaba. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Yozib chiqishim shart emas, bittalab. Bu so'zlar sizlarga yod bo'lib ketdi. O'zingizlar qila olasizlar. Hop. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizin adınız ne? İyiyim. Ben de benim adım Leyla. Leyla. Hop, shu shaklda bo'lar ekan. Mana bu yerda bu so'zlarni tartibi bilan yozib chiqishimiz kerak ekan. Demak, qanaqa bo'ladi? Merhaba. Merhabaga merhabadan keyin nima deymiz? Nasılsınız? Adınız ne? Nasılsınız? Hop, nasılsınız deb yoza qolaylik. Nasılsınız? Nasılsınız? Hozir 1 minut. İyiyim. Hop. Nasıl? Nasılsınız? 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 İyiyim. Hop, teşekkür ederim var mı? Var. Hı. Bor. Tegida. To'rtinchida, beshinchida. Teşekkür ederim. Hop, Bizim to'rtga iyiyim aziz- deb yozamiz, ha? To'rtga iyiyim deb yozamiz. Hop, iyiyim. Hop, endi nima yozsak bo'ladi? Sizin adınız neni yozsak bo'ladi, to'g'rimi? Adınız ne? Evet. Sizin adınız ne? Sizin adınız ne? Hop, sizin adınız ne? Sizin adınız İsmini Benim aytganmi? adım Benim Leyla. adım Mhm. Leyla. Benim adım Leyla. Leyla. Hop, memnun oldum, doğru mu? Doğru. Memnun. Doğru. Oldum. Ben de memnun oldum. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ben de memnun. Ben de memnun. Hop, Egamber'dagi sizlarga o'qib berdilar. Hop. Tushunmadim. Egamber'dagi o'qib berdilar sizlarga deyapman. Ha, ha, ha. Ha. Hop, bo'ldimi? O'chirsam bo'ladimi? Evet. Evet. Mhm.
Bo'lmasa o'chiryapman. Xo'p, davom etamiz. Demak, qaranglar, bu yerda mana shu sariq qutichadagi so'zlarni mana bu yerdagi nuqtalar o'rniga qo'yishimiz kerak. To'g'rimi? Tamomlayalım. Tanishilım degani tanishaylik degani. Ha. Xo'p, demak, Mekani Muxlisa xonim o'qiydi. Mana Muxlisa xonimni yaponcha ismi balki Meka bo'lar. Xo'p. Sakurani Sayyora xonim bor edi shu yerda. Shu yerdami Sayyora xonim? Sayyora xonim, neredasiz? Sayyora xonim, neredesiniz? Neredesiniz? O'zi aslida neredesiniz to'g'ri yozilish varianti, aytilish varianti. Endi nerede deb ketadi ko'proq. Qisqartiribroq ozgina. Xo'p, Izoza Abduvayitova o'qiydi Sakurani. Gapirib ko'ring-da, ovozingiz bormi? Bor, gapiraman endi. Xo'p, Ish oxiridan Nako bor. Nako. Nakoni Nodira xonim yo'q, ha? Xo'p, Nakoni bo'lmasa Madina Bonu Abdusamatova o'qiydi. Xo'pmi? Madina Bonu Abdusamatova. Boshlaymiz. Merhaba Sakura. Merhaba Mika, nasılsın? Mhm. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Seni arkadaşım Noko ile tanıştırayım. Çok memnun oldum. Ben de. Lider. Hop, Naka. Ben de. Demedi. ben de, ha. Nako ben de dedi. Yani men ham degani. Hop, tanishtirayım. Bu yerga nima bo'ldi? Memnun oldum bo'ldi, ha? Memnun Evet. oldum. Yani shu shaklda bo'ldi. Mana bu nasılsın so'zi katta harf bilan yozib ketibman, kichik harf bilan bo'ladi. Hop, qolganlari hammasi joyida. Shu shaklda yozib olasizlar. Xo'pmi? O'chirsam bo'ladimi? Evet. 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 Mhm. Evet. Hop, davom etamiz. Hop, bu yerni shu joyni Madina Bonu Abdusamatova o'qiydi. Birinchisini, ya'ni mana bu birinchisini o'zini Madina Bonu Abdusamatova Merhaba. o'qiydi. Ikkinchisini Yarashova Parizoda xonim o'qiydi. Mana Parizoda xonim ikkinchisini o'qiydi. Xo'p, keyingilarni keyin aytaman. Sizlar mana shu joyini bajaringlar. Marhamat, tezroq Merhaba, ketamiz. benim adım Madina Banu. Sizin adınız ne? Merhaba, benim adım Farizoda. Nasılsınız? Xo'p, Madina so'zida bunaqa bo'lmaydi. Mana bunaqa i bo'ladimi? Hmm, shunaqa. Xo'p, shunaqa. Ne ustoz? Sizin adınız xo'p, anaqani qizilga olmasak ko'rinmas ekan. Teşekkür ederim. Adınız ne? İyiyim. Sizin adınız ne? Merhaba, benim adım nima dedilar? Farizoda. Parizoda. Nasılsınız dedi. Xo'p, demak bu yog'ini Ma'muraxon ko'kni o'qiydilar. Xo'p, Go'zal Erkinova bu tarafini o'qiydilar. Marhamat. Ma'mura xonim, mikrofonni ochamiz. Mikrofonni ustiga bosing, ochiladi. Ma'mura xonim, tushunmayapsizmi? Mikrofonni rasmi bor. Mikrofon. Ekranni qarang, ekraningizni chap tomon pastki burchagida, chap tomon pastki burchagida mikrofon rasmi bor. O'shani ustiga bosing, ochiladi.
Mikrofon ko'rinmayotgan bo'lsa, ekranga barmog'ingizni tegizing, pastda ochiladi. Mikrofon yopiq, gapirganingiz bilan biz eshitmaymiz. Mikrofon ko'rinmayotgan bo'lsa, Hop. barmog'ingizni ekranga tegizing, pastda mikrofon ko'rinadi. Hop, qarang. Men sizga mikrofon ochish so'rovini yubordim. Bosingchi yozuv ustiga. Ha, ana ko'rdingiz, bitta ochildi. Ana, endi bosing. Ana ochildi, gapiring endi. Yo, sizda qandaydir muammo bor. Hali ham ovoz kelmayapti. Xo'p, O'zbekiston tumani 2-maktab. Siz o'qiysiz. O'qing. Sizda ham shunaqa mikrofon muammosimi? Ochmasdan gapirib yotibsiz. O'qiymiz. Teşekkür ederim. Mhm. Keyinchi Teşekkür ederim. İyi misiniz? iyiyim. 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 Siz nima bo'ladi bu İyi yoqda? misiniz? Ya iyi misiniz desa ham bo'ladi-da, lekin Nasılsınız mı? nasılsınız? Evet. Xo'p, bu tarafni kim o'qish kerak edi? Boya aytdim-ku. Xo'p, Toshpo'latova Ma'mura xonim o'qisin bu tarafni. Toshpo'latova Ma'mura xonim. Oching mikrofonni. Siz ham bu Ma'mura xonimlar nimaga uni texnologiya bo'yicha unaqa qiynalishyapti? Vaqtimiz ketib qolyapti. Ma'mura xonimlar keyingi darsga boshqa ism bilan kirib ko'ringlarchi, balki ochilar. Ikkita Ma'mura xonim ham ochisha olmayapti mikrofonni. Xo'p, bo'lmasa Yusupov Sunnat aka. Yusupov Sunnat aka. 7-maktab. O'qib qo'yamiz shuni. Xo'pmi, oxirigacha. Mikrofonni ochamiz. Ochdim. Sunnat aka o'qiymiz. Qaysini? Mana bu yer, mana. Mana, teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Boshidan o'qing, yaxshilab o'qing, boshidan. Teşekkür. Ederim. Ben de iyiyim. Hop. Sunnat aka, endi ko'zingiz ilingan joyiga to'g'ri kelib qoldimi deyman-da savoli. Hop. Ozgina jonlanamiz, xo'pmi? Ozgina tetiklashamiz, do'stlar. Uxlab qolmaymiz. O'zi oz qoldi, darsimizga oz tugaydi. Ozgina tetiklashamiz, xo'pmi? Murojaat qilganda tezroq javob berishga, ozgina aktiv bo'lishga, ruschada bodriy deydimi? Tetik bo'lishga harakat qilinglar. Xo'p. Keyingisi, qaranglar. Tanishtig'imizda nima bo'ladi? Memnun oldum. Memnun oldum. Hop, undan Ben de çok keyingisi memnun ben oldum. de Memnun oldum. memnun oldum. Bo'ldi shu bu yerda. Hop, o'chiramiz. Keyingisiga o'tamiz. Xo'p, qaranglar, bu yerda mana bu so'zlarni qo'shib yozib tashlagan ekan. Shuni ajratib qo'yishimiz kerak. Teşekkür ederim deymizda, mana bu yerga yozib qo'yibdi. Ko'rdinglarmi? Mana to'g'ri variantini. Bu yerda nima bo'ladi? Sizin adingiz ne? Ha. Sizin adınız ne? Yozib o'tirmayman, o'zingizlar yozib qo'yasizlar. Memnun oldum. Memnun oldum. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. Kabi. Endi memnun. Xo'p, Memnun oldum. davom etamiz. Hilola Mirzayeva shu yerdami? Hilola Mirzayeva. Xo'p, Alfiya Qolqanotova shu yerdami? Alfiya xonim. Alfiya Qolqanotova. Jasmina Bozorova. Xo'p, chaqirsa ham javob berishmayapti. G'ofur Raimov.
G'ofur aka, shu yerdamisiz? Siz kameralaringiz ochiq-ku, shu yerdasiz. Shu yerdaman, ha. Xo'p, demak, Alini siz o'qiysiz. Yaseminni kim o'qiydi? Ben Ismingizni ayting-da, men desangiz men sizni ko'rmayman. Muxlisa Jo'rayeva. Xo'p, Muxlisa Jo'rayeva Yaseminni o'qiydi. Marhamat, boshladik. Günaydın Yasemin. Mhm. Merhaba Ali, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür Nasılsın? ederim, ben de iyiyim. Sizi Sizi, tanıştırayım. sizi tanıştırayım. Tanıştırayım. Bu Bu Ahmet. Ahmet. bu Ahmet. Tanıştığımızdan memnun oldum Ahmet. Ben de memnunum. Ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. Xo'p, demak bu nima bo'ldi? Ahmet bo'ldi, ha, bu yerda. Ahmet. Evet, Ben de memnun Memnun oldum. memnun oldum. oldum. Memnun. Oldum. Ben de. Xo'p, davom etamiz. Buni o'chirsam bo'ladi, ha? Ha. Evet. Evet. Mhm. Xo'p, do'stlar, mabodoga agar Zoom o'chib qoladigan bo'lsa, bugungi darsimiz nihoyasiga yetgan bo'ladi. Takror Zoom ochmayman, xo'pmi? Mabodoga Zoom o'chib qoladigan bo'lsa, xayrlashishga ulgurmay qolishimiz mumkin. O'z vazifalar ham Evet. nihoyasiga yetib qoldi. Unaqa ko'p hali bor ekan, ozgina bor ekan hali. Ba'zi bir muhim bo'lmagan vazifalarni tashlab ketaman. Mana bu sizlar bajara olishinglarga ko'zim yetadigan vazifa. Katta harf bo'lsa kichigini yozasizlar, kichigi bo'lsa kattasini yozib qo'yasizlar yoniga. Xo'pmi? Evet. Xo'p. Bu yerda har bir so'zga bittadan misol yozishinglar kerak. A araba, B baliq, J jep. Her bir harfga. Har bir harfga bittadan so'z yozishinglar kerak. Ch chechak, Evet. D Evet. domates, E elma, F fırın, G güneş, H havlu, I ışık, I inek, J Japonya, K kalem, L lale, M meyve, N nar, O otobüs, Ö öğretmen, Öğretmen. T'ga nima yozsak bo'ladi? Pink, petrol, Pantolon. Petrol, pantalon. Baya güzel, pantalon. Pantalon nima edi? Kiyim mi? Yo'q, shim degan. Shim. Hali ustki kiyim hozircha. Xo'p, davom etamiz. Qaranglar, bu ham ko'p ham muhim narsa emas. Harflarni alifbo bo'yicha ketma-ketligini toping debdi. Mana J, K, L mana shu ketma-ketlik to'g'ri tushgan. Qolganlari qarishtirib berilgan. Xo'p, Aralashtirib. bunaqacha qiyin muhim narsa emas. Xo'p, mana bularni topib yozib chiqasizlar nomini, rasmi turibdi, nomi nima ekan bittalab qo'yib yozib chiqasizlar. Misol mana T ga mana top, to'g'rimi? Top. Top. Evet. Top. Üzüm. Üzüm. Mana üzüm. Balık. Çiçek. Çiçek. Kalıt anahtar. Anahtar. bilgisayar, Bilgisayar. Kavun. kitap, Kitap. Yaprak. Kanepe. kanepe, Kardan adam. Adam, Kalem. bayrak, Bayrak. takvim, Takvim. Çay mı? Çay. bardak çay. Çay. Bardak. Çay. Çay. Ha. U bardak çay deyip bize aytamiz. Bardak çay deb turklar shunchaki çay deydi, tamam. Bardak çay deyish shart emas. Ular shunchaki çay deydi. Juda Çay, ko'p choy çay. ichishadi, juda ko'p. Choy juda ham achchiq. Keyin choyni damlagandachi unaqa bir samovordek idishda choyi turadi-da, bittasida dem deydi. Ya'ni bizada dam degan ma'noda keladi. Juda achchiq holatda o'sha qora choy dam bo'ladi. Bitta damdan ozgina solasizlarda, keyin bir tarafi faqat qaynagan suvni o'zi bo'ladi. Ozgina qaynagan suvdan solasizlar, u keyin o'sha
chiroyli choy holatida bo'ladi. Bardakni bunaqa ko'rinishi, ya'ni tepasi kattaroq, beli ingichka, yana pasti kattaroq bo'lgan ko'rinishi o'sha choyni tagidagi o'sha bardakning ikkinchi qismidagi choyning issiqligi tez chiqib ketmasligi uchun. Shu maqsadda o'shanaqa shaklda ishlab chiqarilgan. Yani bugungi kunda u turklarni bir madaniyatini o'ziga xos bir ko'rinishiga aylandi, ya'ni brendga aylandi. Shunaqa narsa. Oddiygina bir choyni, misol uchun o'sha bardakni bir brendga aylantirdi. Qoyil qolish kerak. Xo'p, o'zbeklarni nimasi brend? Osh brend, o'zbek pilovi deydi. Butun dunyo bo'yicha o'zbek pilovi bu brend mahsulot. Ya'ni shu paytgacha boshqa millatlardan eshitmadim. Misol uchun o'zbek pilovi menga yoqmaydi deganini eshitmadim. Hammasiga yoqadi. Misol uchun Turkiyada ham turklar ham ko'p o'zbek pilovini yaxshi ko'radi. Turklarda ham mashhur ovqatlardan mercimek chorbasi deydi. To'g'rimi? Yoki boshqa mashhur ovqatlari bor. To'g'risi ko'pi menga yoqmaydi. Misol mercimek chorbasini ishonmayman hatto. Lekin o'zbeklarning oshi hammaga yoqadi. Xo'p. Bu yer bo'ldi. Davom etamiz. Ko'rsatish olmoshlarini kecha o'tdik, to'g'rimi? Demak, insonlarga, hop 12 dan kelaylik-da. Bu yaqinda bo'lsa, shu o'rta masofada bo'lsa, uzoqda bo'lsa. Demak, bu uzoqda ekan, qaranglar, uzoqda ekan. Demak, chanta. Chanta. O'rta masofada ekan. Shuning uchun shu kitob. Shu kitob. Bu bardak. Yaqinda ekan, bu deymiz. Bu bardak. Ne? Xo'p, bu bardak. Xo'p, demak, bu yerda otni rasmi turibdi. Bu yerda Bu ot. bu ot. ot. Bu ot. Xo'p, keyingisi shu Bu keçi. keçi. Hop, inak. İnek. Inak uzoqda turibdi, ko'rdinglarmi? Inak. Xo'p. Keçi degani echki degani, inak degani sigir degani. Inak degan ibora bor. Bizda Qashqadaryoda ko'p ishlatiladi. Inak degan so'z bor hali ham. Ha, bizda ham shunaqa. Buvim shunaqa deydi, inak deydi. Inak deyiladi, bor bizda. Demak, qaranglar, bu yerda so'rab ketaverasizlar. Misol uchun inson bo'lsa, Bu kim? bu kim? Narsa bo'lsa, Bu ne? bu ne? Bu ne? Tushunarlimi? To'xtalib o'tirmayman. Ya'ni insonlarga bu kim? Bu kaptan, bu ne? Bu Deniz. Endi qaranglar, men Deniz qiz bolani ismi sifatida kelyapti. Bu yerda bu kim deysiz? Bu Deniz. Ya'ni ism ma'nosida kim deb kelyapti. Joy ma'nosida ne bo'lib kelyapti o'zi aslida-chi? Burasi nerasi bo'lishi kerak? Burasi Deniz bo'ladi. Xo'p. Keyingisiga o'tamiz. Qaranglar, davlatlar bilan poytaxtlarni birlashtirib chiqish kerak ekan. Deylik, mana Bosna-Hersek. Bosna-Hersekning poytaxti, misol Saraybosna, to'g'rimi? Shu yerga 11 qo'yamiz. Shu yerga 11 qo'yamiz. Xo'p, Misr, Qohira. Yetti. 7. Belçika'nın Bruksel. Bruksel. 5. Hop, Türkiye'nin poytaxti Ankara. 9. Hop, qaysi birini topa olmadinglar yoki shubhanglar bor? Aytsanglar o'shani ko'ramiz, bo'ldi. Buni bajargansizlar-ku. Hammasini topdik. Men topdim hammasini. Romaniyaniki qaytaga. Hop, Romaniyaniki demak 8. Bukaresh. Ya'ni Budapesht. Xuddi shunaqa. Xo'p, bu davlatlarning nomini yoki poytaxtlarning nomini to'g'ri aytishlik juda muhim. O'shaning uchun davlatlarning nomini to'g'ri o'rganib olinglar, xo'pmi? Chunki ertami kechmi Turkiyaga menimcha hamma boradi. Turkiyaga borish oson. Boshqa davlatlarga nisbatan, ya'ni viza falonliq narsalar yo'q. Ertaga hamma boradi. Shu tilni o'rgangandan keyin, misol uchun turk tilida gaplashish uchun ham borib kelasizlar deb o'ylayman. Sayohatdir, boshqadir.
Borganda u yerda juda ko'p davlatlardan turistlar boshqalar bo'ladi yoki turklarni o'zi bilan gaplashganda ham o'sha davlatlarni nomini to'g'ri aytmasdan o'zbekchasiga aytib qo'ysanglar, misol uchun Belchika demasdan Belgiya deb qo'ysanglar, sizlarni hech kim tushunmaydi. Belgiya qayer ekan deb o'ylab qolishadi. Tushunarlimi? O'shaning uchun davlatlar nomini to'g'ri aytish kerak. Makedoniyani poytaxti qayer? Tokio. Xo'p, davom etamiz. 2 daqiqa vaqtimiz qolibdi, ulgurarmikanmiz? Xo'p. Qaranglar, mana shu varoqni rasmga olib tashlab beraman, xo'pmi? O'shandan tekshirib olasizlar. Chunki bu yerda yozadigan joylar ko'p ekan, yozadigan joylar ko'p. Hozir yozib o'tirsam 1 daqiqa, 2 daqiqa yetmaydi. 13-varoqni rasmga olib tashlab beraman. O'zi 14-varoq keyingi mavzuga oid. Bu shartmi? 12 bering ustoz, 12 bilan 13. Bo'ldi. 12 bilan 13ni rasmga olib tashlab beraman, xo'pmi? Kanalga rasmga olib tashlab qo'yaman. O'sha yerdan tekshirib olasizlar. Qolganlarini tekshirib chiqdik. Xo'p, savollar bormi uyga vazifalar yuzasidan? Xayr. Yo'q. Hammasi tushunarli bo'ldi. Xo'p, Dars uchun tashakkurlar. rica ederim. Xo'p, sizlardan bitta iltimosim bor. O'zi buncha boshida bitta narsa qilmoqchi edik, ya'ni shart qilib qo'yib, shu shartni bajarganlar darsga kirsin degan bir shart bilan qo'ymoqchi edik. Keyin yana aytdikki, shunaqa shart qilib insonlarni boshini og'ritgandan ko'ra shu darsni o'tmay qo'ya qolaylik yaxshisi. O'tadigan bo'lsak, odam kabi o'taylik, hamma kirsin, qatnashsin. Unaqa shartlar bo'lmasin bizning darsimizga kirish uchun degan bir qarorga keldik. Sizlardan biz endi buni shart emas, iltimos sifatida bir qabul qilinglar. Bizani ozgina rivojlanishimizga hissa qo'shgan bo'lasizlar. Instagram linkini qoldiraman bugun. Mana uyga vazifani rasmga olib tashlayman. Instagram linkini qoldiraman. Agar podpiska bosmaganlar, ya'ni obuna bo'lmaganlar, o'sha yerdan linkni ustiga bossanglar, men chiqib kelaman. O'sha yerdan o'sha inglizchasida follow, ruschasida podpiska degan joyi bor. O'shani bosib qo'ysanglar, bizga obuna bo'lib qo'ysanglar, xursand bo'lamiz. U yoqdan ham rivojlanishni boshlaymiz. U yoqdan ham yangi kontentlar, videolar chiqarsak, sizlarga ko'rinadi, sizlarga foydali bo'ladi. Xo'pmi? Evet. Ya'ni hech qanaqa shartlar emas, bu sizlardan iltimos. Ya'ni qilsanglar xursand bo'lamiz, qilmasanglar ham xafagarchilik yo'q. Xo'p, hammaga kattakon rahmat. Ertaga Instagram yo'qlar bilsin. Instagram yo'qlar uchun